Sunukun nimishqa apkash ko'tarmaydi? Buni bilamsiz. G'arib sayohatninki asli asariga qarasak, apkashni ko'tardig'ini asli Jubaji. Jubaji apkash ko'tardi, Shason otni yitlab mavdu. Biz ko'rgan televiziya teatriga qarasakmi, apkashni Shason ko'tardi, Jubaji ot yitlaydi. Balkim shogird, ikkinchi shogird, uchinchi shogird charshi deyi, uchinchi insop qolganligi uchun balkim uchinchi insop qolganligi uchun Shasonni ko'targan bo'lishi mumkin. Mayli qandaq bo'lsin, asarga qarasak, Jubaji Shasonlar Tangsonga shogirdga kirishdan burun Sunukon o'z yolg'iz shogird bo'lib bir mezgil yurgan. Bu vaqtda Sunukon apkash ko'tarmaydi, Juktaqni Baylungmag otib qo'ydi. Otqa otib ko'tirib mangdi. Undaqda nimish Sunukon apkash ko'tarmaydi? Sunukonning martabak ustun bek yomon bo'lg'ashqimi? Sunukon bek po'ch bo'lg'ashqimi yoki bu terikkak maymun to'xtamay sakrab taqlab jugashga bu apkashni ko'tarmaydi? Amaliyotda javobi nayt oddiy. Sunukon apkashni ko'tarmaydi emas, balki ko'taranmaydi. Nimish bundaq deymiz desak, asli asarga qarasak, Sunukonning bo'yining egizligi aran 4 deydi. Ya'ni hozirgi metr usulini bo'lsak, 1.30 atrofida. Mushtaq bir pakinak bo'lsa bu apkashni qanday ko'tardi? Umursigasi u yak tepib midirmaydi-da. Su bo'yda filmidagi Vudalangni hammamiz bilamiz. Vudalangning bo'yining egizligi 5 deydi. Taxminan 1.50 sm atrofida. Shuning uchun Vudalang apkashni ko'targan vaqtda qarasak, ikki chetdagi nimasi yerdan ozroqdan ko'tarildi. Tigib qolayli deydi, ama bizning mamlakatlik Jansuday bo'lsa, chuqur yutanmaydi Vudalang. Endi shu mash Vudalangning bo'y egizligi apkash ko'tarishining eng to'van o'lchim mumkin. Sunukonga bundan paka bo'lgankin apkashni ko'tarolmaydi. Shuning uchun Sunukonning bu apkash ko'tarmasligiga sabab boshqa masala emas, faqat Sunukonning o'zida. Bo'yining noyat paka bo'lib qolganda. Asar qarasak, Sunukon 4chi, bu yerdagi Jubaji bilan Shasonning bo'y egizligi bo'lsa 3 metrdan 4 metrgacha egizlikda deb tasvirlandi. Shunga bu ikkisi apkash ko'tarib mangdi. Undaqda hammamiz qiziqadigan bir nuqta, ama Shasonning bu apkashining ichida zodi nima bor? Zodi nima qachilangan mush apkashga? Nima mahfiyatligi bor? Bunun qiziqadigan do'stlar, men bu yurak permetib meni Guanju qo'yinglar, keyingi sonda so'zlayman. Bugun tavsiya qildig'im mana 4 klassik asarning davlat tilidagi xanchi banbisi qaranglar. Hongomong Shu Hujuan Shiyoji Sango Yanyi. Her birisi 700 neçbet qilin kitapda ama o'qimaganlar uyinglarda chizib qo'ysanglarmi? Karamat hayvat ma kitapda bu. Uy bir zinnat qo'shilgan kitapda ama chizib qo'ysanglarmi? O'qisanlar balonlar o'qib qolar. Uyinglarda zinnat qo'ydigan bo'lsin, yaxshi kitap. Taqdirlagan do'stlar, cho'ng-cho'ng turib setib olinglar. Rahmat.